Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir marta o'yinlar nihoyasiga yetdi. Natijalardan xabaringiz bor. Yarim finalchilarga bir e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular nima uchun mana shu bosqichga chiqishdi deyilsa, javob bitta. Barchasi haligi qaysi bo'limda qanaqa o'ynash kerak bo'lsa, to'g'ri o'ynash kerak bo'lsa, shuni amalga oshirishdi. Hattoki kecha yutqazgan ikki jamoa ham ishoning o'zining ishini to'g'ri qilgani uchun mumkin edi. Shunaqa bir o'rtacha bo'sh o'yin o'tkazishga. Bal qo'shardi ham keyin. Bugungilarga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Internatsional misol uchun uyida kerak payti oldinga chiqib oldi, gol o'tkazib yubormadi, comeback qilishiga yo'l qo'ymadi Bavariyani. 3 daqiqaning ichida 2 ta gol urdi va Simone Inzaghi Inter tarixida ikkinchi murabbiyga aylanibdi. Herreradan keyin o'sha Catenaccioni Argentinadan Italiyaga olib kelgan murabbiydan keyingi murabbiy bo'libdiki, qatorasiga 2 turnirda jamoani mana shu yarim finalga olib chiqayotgan mutaxassis. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, bo'lib ham Bavariyani mag'lub etyapti. Endi bugungi o'zimiz sharhlagan o'yinga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Arsenal juda ko'p podkastlarda o'sha remontada deyilsa, meni fikrlarim bilan tanishsiz. YouTube'da ham qo'yganimda ham aytdim, men ishonmayapman dedim. Ishonmayapman deganim bu Realga hurmatsizlik emas, balki hozirgi Realning holati, Realning rang-barang pozitsion hujumlari yo'qligi. Birinchi bo'limda eslang, faqat havodan to'p uzatilishi. Mbappe, Ronaldo emas dedim sharhda. Arsenal uni bemalol yechib olyapti. Bemalol hali ham Saliba bitta xato qilib turib Viniciusga gol tuhfa etib qo'ydi. Har holda Real bu turnirda qilgan ishi Arsenal darvozasiga gol kiritdi, lekin yuta olmadi. Durang natija ham qayd etilmadi. Yutqizayapti tinmasdan. Eng noqulay raqib deb bemalol ayta olamiz, Anri aytganidek. Arsenal mana shuncha yo'l bosib keldi. Arsenal juda katta ishlar qilib keldi va endi umid qilamizki, Chempionlar Ligasida APLdagi oxirgi turlardagi xarakterni ko'rsatmaydi. Sal boshqacharoq munosabatda bo'ladi, chunki o'sdi. Futbolchilar mental o'sishdi. Shu tomondan Artetani qilib kelayotgan ishiga respekt deyman va u rasman murabbiy sifatida Ancelottilarni mag'lubiyatda dog'da qoldirdi. Endi qolganlarga nima deymiz? Va darvoqe Realning remontadasini rosa kutganlar o'zi aslida nisbatan haqli edilar. Chunki Real bizga yillar davomida o'rgatib qo'ygan bu narsani, o'rgatib kelgan. Lekin bu yilgi Realda o'sha kuch, magiya, yana bir narsalar va eng asosiysi taktik yondashuv qolmagan. Chempionatda ham ko'ryapmiz, avtobus qo'yayotgan klublarga qarshi qiynalib, og'ir, kichik og'riqlar bilan natija qayd etayotganligini ko'ryapmiz. Bu bejizga emas, bu Arsenaldek tartibli, Arsenaldek himoyani zo'r qura oladigan klubga qarshi o'tmasdi. Shuning uchun men ishonmayapman deyishimning asosiy sababi Real edi. Arsenal emas. Arsenal hozir mana jiddiy raqibga qarshi kurash olib boradi. PSG hamda Barselona do'stlar hozir eng zo'r tezkor hujum tashkil etadigan klublar. Birdaniga o'sha oldinga otilib chiqishda ularga teng keladigani jahonda yo'q. Arsenal bilan Interni bog'lab turadigan jihat esa hisobni ushlash bo'yicha, himoyani tartiblash bo'yicha Inzaghi bilan Arteta bir-biriga o'xshash. Xullas, dunyoning eng zo'r hujum chizig'i vakillari bilan dunyoning eng zo'r himoyasi vakillari o'rtasidagi to'qnashuvlarni birgalikda ko'ramiz. Ya'ni haqlilar chiqishdi. Real esa yangi qon bilan yangi maqsadlar sari olimlash kerak. Chunki hamma narsani 5 yilda, 6 yilda kuchi ketadi. Hali ham Ancelottini madad qilib tashladi. Ancelottini hozir hech kim pastga urib turib ketkazmasligi kerak. Ancelottiga baribir hurmat ko'rsatishi lozim. Hamma. Ishoning, futbol ahli majbur. Chunki uning ba'zi qayd etgan natijalarini katta klublar tarixida qayd etishmagan. Shuning uchun Real muxlislariga sabr, Arsenal muxlislarini tabriklaymiz. Finalda El Clasico bo'lmaydigan bo'ldi. Va men oldin aytganim esingizda bo'lsa, Arsenal bu uchrashuvda g'alaba qozonib, Real qolgani Real uchun yaxshi deganim. Chunki bunaqa holatda boradigan bo'lsa, ishoning El Clasicoda, misol uchun Barselona yutadigan bo'lsa,
Realchilar tomonidan ana 15 ta kubok vaji ajoyib bir sababi tashqariga chiqib qolardi. Biz bilan o'ynamagansalarda shuncha yutgansalar deyishardi. Shuning uchun bunaqa paytlar chetga chiqib turish ham ma'qul variant. Salomat bo'lasizlar. Biz bilan o'yinni tomosha qilgan muxlislarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Ko'rishguncha.